Ma'ruf Qarxiy degan zot o'tgan. Shu kishi bir daryo bo'yida shogirdlar bilan suhbat qilib tursa, uzoqroqdan bir qayiqda 4-5 ta sizga menga o'xshagan yosh yigitlar ichib olib, tamburlarni chalib, baqirib-qiyqirib qo'shiq aytib kelayotgan. Uzoqdan meni ko'rishdi, bir yomon qarab qo'ydi shogirdlar. Yaqinlashib kelayotganda shu qadar qah-qah otib kulyaptiki, dars eshitilmay qoldi. Shunday shogirdlari yomon qarashib, cho'kib yo'q bo'lib ketgan la'natlar deb turib rosa qattiq badduo qilishdi. Shunda Ma'ruf Qarxiy Hazrat bundoq qarab tabassum qilib duo qilgan ekan. Allohim, bu yigitlarni bu dunyoda dimoqlarini choq qilgani kabi oxiratda ham dimoqlarini choq qilgin deb turib duo qiladi. Biz tarafda dimog'i choq degandagi so'z ishlatiladi. Ko'p joyda ishlatilsa kerak, xursand degan. Bu dunyoda xursand qilgani kabi oxiratda ham ularni xursand qilgin deb duo qilib yuzini tushirgunigacha u yerdagi yigitlardan bittasi bir to'xtadi-da, Ma'ruf Qarxiy Hazrat ko'rib qoldi. Kayfi uchib ketdi, yonidagilari turtdi, hammalari bu yoqqa qaradi, keyin qo'ldagi ali sharob solingan shishalar urib sindirdi dedi. Qo'ldagi alilar hamma narsani urib sindirdi, qayiqni bu yoqqa suzib olib kelishib, oldilariga kelishdi. Hammalari tavba qilib turib shogird bo'lishdi. Katta-katta olim bo'lib yetishishdi dedi. Tushunasizmi? O'sha zahot, O'sha zahot.